100%. 100% men yarim yengil vazn toifasida chempion bo'laman. Men bosimni his qilmayapman. Men hech qanday bosimni sezmayapman. Mening arsenalimda shunday zarbalar bor. Hali hech kim ko'rmagan zarbalar. Voy, men omadli shortilarimni unutdim. Endi yutqazaman. Bunday gaplar to'liq bema'ni. Nima? Omadli shortilar yoki yana qandaydir omadli narsa yoki voy jangga chiqishdan oldin men buni ichishim kerak. Bo'lmasa yutqazaman. Tushunyapsizmi? Bu hammasi qo'rquvning belgisi. Sen qo'rqayapsan. Meni yengishgan. Men mag'lub bo'lganman. MMA'da ham, boksda ham. Men o'quv mashg'ulotlarida bir necha bor yutqazganman. Men doimiy ravishda mag'lub bo'lganman. Nima bo'lsa, shuni tan olish kerak. Hammamiz bir xil his-tuyg'ularni boshdan kechiramiz. Oxir-oqibat bir yigit bitta kiyim almashtirish xonasida, ikkinchisi boshqa xonada. Ikkalasi ham qo'rqadi. Masala esa kim o'z qo'rquvini yenga oladi. Bu yerda media bosimi juda katta. Odamlar sen bilan rasmga tushishni istaydi. Shu kabi har xil chalg'ituvchi narsalar bor. Bu senga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu seni butunlay o'zgartirib yuboradi. Jangga tayyorsiz chiqishadi. Ko'rinib turibdiki, ular formada emas. Vazn tashlash zo'rg'a qilinadi. Oktagonda bo'shashgan sekin. Bu men bilan hech qachon bo'lmaydi. Men doim tayyorman. Men ham xotirjam va sokin bo'lishga harakat qilaman. Ba'zan og'zimdan chiqqan bir gap boshimga balo keltirishi mumkin. Bu ham bo'ladi, lekin baribir men hali ham o'rganyapman. Bu sport aslida hali ham go'dak holatida. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Hozircha u hali ham bir chaqaloq. Ammo har kun o'sib boryapti, har kun o'smoqda. Bu sport uchun hatto osmon ham chegara emas. U turli xalqlarga, turli millatlarga yoyilmoqda. Har bir millatda o'z yulduzi paydo bo'ladi va ana shu yulduzlar butun mamlakatlarni orqasidan ergashtiradi. Bu hali boshlanishi, tushunyapsizmi? Bu faqat boshlanishi.